Okay. Endi bunaqa savollar bir-biriga juda ham o'xshab qolyapti-da, savollar. Shunga sen 3-savol javobini birinchidan aytib qo'yapsan-da, keyin ikkilanib qolyapsan-da. Talaffuzing yaxshi, ovozing pastroq, grammatikani joy-joyiga qo'yapsan. Shubhalanib qolaman-da bir xil payt. Nimaga? Ko'zing tepaga qarab ketib qolyapti. O'zi ko'zi tepaga qarab ketgan odam yodlagan narsasini eslash uchun ketadi-da. Yodlaganing yo'qmi bu mavzuni? Aniqmi? Qo'shimcha senga shuncha savol berib ko'raman. Agar shu savolga javob bersang, demak buni men yodlamadim deb hisoblayman. Endi bir xil aytish mumkin-da, domla bermoqchi bo'lgan savolda ham qachonlardir yodlab qo'ygan bo'lishi mumkin. Okay. What kind of weather do you like? To be honest, I like sunny and rainy days because sunny days give us. Bo'ladi. Yodlamagansan, tushundim. Demak, boyagidek fikrlayapsan. Bir xil payt baribir men tekshirib ko'rishim kerak-ku. Yaxshi bolam, harakat qilish kerak. Hammaga tanlovlarga bola ko'proq reading ham bor-ku, sodda readinglarni o'qib, retail qilish kerak. Retail nimaligini bilasizlar-a? Qaytarib aytib berish. Bu yaxshi narsa hisoblanadi. Minnatdorman. I'm glad to hear you, okay? Ko'rganimdan emas, eshitganimdan. O'tirib, mayli.